Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi davom qilayotgan bu kunlarda 8 noyabr kuni Amerikaning George Washington Universitetida Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'inining qarshi olish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga Amerika Davlat Majlisi, Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi yuqori darajalik arboblarga alohida ko'ngil bo'lgan bo'lib, ba'zilari naq maydonda so'zlagan bo'lsa, ba'zilari tor orqali ko'ngil so'zlarini bayon qildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan o'tkazilgan bu xalqaro ilmiy muhokama yig'inini Uyg'ur akademiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlikda uyushtirgan. George Washington Universiteti, Indiana Universiteti, Drexel Universiteti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur Amerika birlashmasi, Uyg'ur projekti fondi, Ipak yo'li tinchlik projekti, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq ko'plagan o'rin va tashkilotlar qo'llagan va yordam bergan. 52 xalqaro Uyg'ur tashkiloti Saudiya Arabistonni ziyorat qilayotgan Xitoy rahbari Shi Jinping bilan ko'rishadigan davlat boshliqlari va xalqaro tashkilotlarning vakillarini Xitoyning hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan inson qalbidan chiqqan muomalasiga va davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi inkos qaytarishga chaqirdi. Saudiya Arabiston hukumat organi SPI'ning xabariga qaraganda, Shi Jinpingning Saudiya Arabistonga qilgan ziyorati doirasida yeshil energiya, quyosh energiyasi, uchur texnikasi, bulut mulozimati, qatnash, ashyo oburti, turalg'u va qurilish qatorliq har qaysi sohalarni o'z ichiga olgan 34 mablag' selish kelishimini imzolagan. Xitoyning chet elda yashaydigan fuqarolarni nazorat qilish uchun qurgan saqchi punkti deb ataladigan markazlarning mavjudligi to'g'risidagi xabarlar talash-tortish qo'zg'agandan keyin Italiya Ichki ishlar ministrligi bu to'g'riliq tekshirish boshladi. Italiya taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoyning dunyoning har qaysi joylarida taxminan 100 dan ortiq saqchi punkti bor bo'lib, ular o'z xalqini nazorat qilish va o'qitish shaxslarni davlatga qaytarish uchun harakat qiladi. Xabarlarda aytilishicha, Italiya poytaxti Rim va Florensiya, Prato, Pulzano, Venetsiya qatorliq shaharlarda 11 Xitoy saqchi punkti bor bo'lib, bu rayonlarning hammasi Xitoylar to'plashib yashaydigan rayonlar ekan. Germaniyada siyosiy o'zgarish qo'zg'agan va hozirgi davlat tartibini o'zgartirish uchun harakat qilgan, hozirgi Germaniya hukumatini e'tirof qilmagan va o'zini Germaniya Reichsbürger Fuqarosi deb bekitgan bir guruh a'zolari terrorlik tashkilotiga a'zo bo'lish jinoyatini sotladi. Harakatda qo'lga olinganlarning ichida 700 yillik bir xonadonlikning a'zosi Shahzoda Heinrich bor. Ma'lum bo'lishicha, Shahzoda Heinrich siyosiy o'zgarishdan keyin davlat hokimiyatini o'tkazib olishni planlagan. Xitoy bilan egalik huquq to'qinishida bo'layotgan Tayvan hukumat organlari va hukumat o'rinlari tarqatgan televizorlarda Xitoy ijtimoiy aloqa supsi TikTok va boshqa Xitoy manbalik ijtimoiy aloqa guruhlarini ishlatishni chekladi. Raqamlik ishlar ministrligining e'lon qilishicha, ular davlatning uchur bexatarligiga tahdid elib keldi degan asosda ba'zi qo'llanishchan programmalarni ishlatishni cheklagan. Xabar qilinishicha, Qirg'iziston va Xitoy mutaxassislari Xitoy-Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilishi to'rini boshlash uchun o'zlarining tekshirish xizmatlarini tamomlagan. Qirg'iziston Prezident axborot markazining bayonotiga qaraganda, Prezident Sadir Japarov poytaxt Bishkekni ziyorat qilgan, Xitoy muavin bosh ministri Hu Jinxuani qabul qilgan. Japarov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilish to'rini ikki davlatning muvaffaqiyatli hamkorligining misoli sifatida o'tirg'a qo'ygan.